maksimal tushira olsak tushiramiz. Ajratamizda polностью ajratib qancha cho'za olsak cho'zamiz, tushundingmi? Tushgandan keyin yana O'z holiga qaytmaydi. Shu holatda turaveradi. zarari ham ziyoni ham yo'q. Bu hozir tepada tursa ziyoni bo'ladi. Tepada tursa ziyoni bo'ladi. Sabab nimaga? Keyinchalik o'smaga o'tib ketish ehtimoli yuqori bo'lishi mumkin. Tushundingmi? Перерождение deymiz. Pastda tursa olib tashlasangiz nima bo'ladi? Yo'q, ish bola bo'lmaydi, olib tashlash. Prosta olib tashlashdan maqsad keyinchalik yomon narsaga o'tib ketmasligi kerak, tushundingizmi? Farzandli bolali. Farzand bo'lmasan, urug' analizni topshirdi, yaxshi chiqdi. Shunday bitta tuxuming yaxshi ishlayapti. Faqat sifati sal pastroq, dori-darmonlar yozib beramiz, yaxshi bo'lib ketadi. Shu. Sizda siyishda qiyinchilik bo'ldi. Siyonamsizmi nima bo'ldi chiqayapsiz? Shu siyishiga qiynaladi, keyin ikki qatlam bo'ldi. Ham qonunlar. Kucham siymasizmi nima bo'ldi? Kuchanib og'riq bilan. Mana kunlari ishi bilan ketganda. Necha haftada qonunlarsiz? 15. To'g'ri. Nechinchi qonunlar? 4. Oldindan holat kuzatilmagan. Yo'q, ishda bilan sog'lom. Qachondan bu narsaga kuzatib qolyapsizmi? Siyishdagi muammolar. Mana shu avgust boshidan. Kateter necha kun bo'ldi qo'yishganiga? Kateter 3-chi kun tashlaganimga bugun. Birinchi undan oldin ham yana qo'yishib. Boshida kateter. Yo'q, boshida emas. 10larida qo'yishdi. Onlarda. Keyin undan keyin kundan keyin yana mana bu 13 kun qo'yib, sizni chiqarib tashlashdi, olib tashlashdi. Yo'q, tashlashmadi. Bir kun uyga bordim, kechga olib tashlavering dedi. Olib tashlab, keyin bir kun yaxshi bo'ldi, ertasiga yana shu qisilib, keyin ertalab 5 dan 12 gacha CDga o'tib kelmoqda. Kateter qo'yganda qancha chiqdi CD? Birinchi kateterda 4 litrda chiqdi. 4 litr. 2 marta bo'shatishdi qo'pchani. Kechqurun 2 dan 12 gacha ishlatmadim. Bir tomchi pichoq bilan, og'riq bilan. Hozir siyyapsizmi? Hozir ham Ha? kam ko'p chiqyapman lekin. Oldin homilador bo'lmasingizdan oldin siyishda muammolar bo'lganmi sizda? Yo'q. Siyish baron bo'lgan, yaxshi siygansiz a? Shukrlar. Dori-darmon yozib beraman, qabul qilasiz. Po faktu sizda strašni muammoli narsa ko'rayotganimiz yo'q dedi. Hozir sidik ham yo'q. Nega yo'q nima? Men hozir qovog'ingizni ishlashini yaxshilash uchun dori yozib beraman. O'shandan jimga og'riq bor, keyin CD'ni rangi to'q dedingiz-a? Sidikda qon yo'q, sariq bo'ladi o'zi. Suv kam ichasizmi dedi? Suv yo'li kam ichasiz, suv yo'li uyda. Choy qancha ichasiz? Bo'ldi. Kun davomida bor yo'q 2 marta ichasiz. Ertalab kechqurun. Kun davomida suyni kam ichasiz. Shu suyni ko'paytirasiz. O'sha siz ichgan suyuqligingiz juda bo'lsa 1 litr. Ertalab yarim litr, kechki yarim litr. Ko'proq ichsangiz suyuqlik, ha? O'sha